Assalomu alaykum barchaga. Bizni ijtimoiy tarmoq orqali kuzatib turgan aka-ukalar, YouTube kanalimizda muntazam kuzatib boruvchi obunachilar, endi birinchi marta ko'rib turgan aka-ukalar, barchaga salom. Xudo xolasa yana bir yangi obyektimizni boshlab oldik. Tomga penalonboz quyish xizmati har doimgidek. Bu penalonbozni asosan loy suvoqlarni o'rniga quyib kelyapmiz. Effekti zo'r bo'lyapti, xudo xolasa. Quyishni maslahat beramiz. Video davomida batafsil ma'lumotlarni berib, qanday quyiladi, afzalliklari loy suvoqdan nimada, barchasi haqida ma'lumotlar berib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'rishni tavsiya qilamiz. Qanday bo'lmasam boshladik. Do'stlar, yana bir yangi obyektimizga yo'lga ham chiqib oldik. Hozirgi bu obyektimiz ham Andijon viloyatida shu 120 kvadrat atrofi joyimiz bor. Videolarimizni ko'rib, bittadan layklab bosib, podeshkada bo'lib turasizlar. Barchaga rahmat oldindan. Biz davom etamiz. Ana do'stlar, bu obyektimizga, manzilimizga yetib kelib, ish jarayonlarini boshlab oldik. Har bitta obyektga borganimizdan so'ng birinchi o'rinda tom qismini ko'zdan kechirib chiqamiz. Agar vassali shilkalar yaxshi holatda qoqilgan bo'lsa, penalonbozni quyishni boshlayveramiz. Bu penalonboz loy suvoqning afzalliklari juda ko'p. Masalan, birinchi o'rinda vazni yengil bo'ladi, loy suvoqda og'ir bo'lmaydi, yorilib ketmaydi, hasharotni ham o'ziga yaqinlashtirmaydi, izolyatsiyani 100% darajada ushlab beradi. Shunaqa darvozaxonalarga, peshonvonlarga 7 sm qilib quyib beryapmiz. Uylarga bo'lsa 10-15 sm gacha quyishni maslahat beramiz. Chunki izolyatsiyani yaxshi yo'lda 7 ham, lekin 10 bo'lsa uylarga yana ham yaxshi bo'ladi. Mustahkamroq, baquvvatroq bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar, bu mahsulotimizning tarkibida sement bo'ladi, gips bo'ladi, penasi bo'ladi. Shular aralashmasi bir boshdan quyib borilaveradi. Quyganimizdan so'ng uzog'i bu mahsulotimiz 10 minut ichida qatiydi. Shuni videodagi holatda keladi, ustida bemalol yursiz bo'laveradi. Faqat o'zini toza holatda qurib ketishiga 1 oy, 1,5 oy vaqt kerak bo'ladi. Mana bu obyektimizni ham quyib tugatib oldik, instrumentlarimizni yig'ishtiryapmiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekranda nomer qoldiramiz, bemalol telefon qilaverasizlar. Xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab sifatli, mustahkam qilib quyib beramiz. Shu nomerlarimizda Telegram, email, WhatsApplar ham ochib qo'yganmiz. Bizga bemalol internet orqali ham murojaat qilib zakaz berishlari mumkin. Borib kelishlari narxlarda chiroyli, sifatli quyib beramiz. Rahmat barchaga.